Assalomu alaykum, SCP Cargoga xush kelibsiz. Keling bugun SCP Cargodan ro'yxatdan o'tish jarayonini ko'rib chiqamiz. SCP Cargoda 3 ta rol bor. Birinchi rol грузоперевозчик, грузовладелец va ekspeditor. Грузовладелец kim? Bu yuk egasi. Ma'lum bir korxonalar, ma'lum bir yuk omborlari, yuk yuboruvchilar, faoliyat egalari грузовладелецdan ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Agar siz yangi kompaniya bo'lsangiz, kompaniya nomini kiritasiz, adres va telefon raqam majburiy emas. Agar sizning hamkasbingiz yoki kompaniyangiz oldin ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, SCP Cargoning sozlamalar bo'limidan SCP ID ni topgan holatda SCP ID ni kiritib va darhol kompaniyangiz ma'lumotlari chiqadi, shartlar bilan tanishasiz. Shartlarni qabul qilasiz va ro'yxatdan o'tasiz.